Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, quyon ishqibozlari. Mana biz fermamizga keldik. Quyonlarimiz, Kaliforniya quyonlarimizni sizlarga video obzor qilib bermoqchimiz. Mana, xohlasa bu jigarrang Gavana akrasidan urg'ochi. Xohlasa mana hozir ayni quyonlarni qo'shadigan mavsum. Hozir qo'shsangiz bahorga chiqib 1 oyda tug'adi quyon. 30 kunda tug'adi-da, Xudo xolasa. 30 kunda tug'sa bahorga chiqib ketadi. Shuning uchun bugun mana qo'shishni boshladik quyonlar. Mana qo'shish jarayonini olib bering-da bizlar. Xudo xolasa mana Xudo xolasa 1 oydan keyin shu quyonimiz tug'adi. Buni urg'ochi, bunisi erkak. Keling o'g'lardan. Hozir joyimizga sig'may qoldi quyonlar. Shunga mana yarmini oldik. Hozir men fazla nima qiling yandaga. Hop, oling-da, cho'zmay jo'raman. Tepadan sizdan. Cho'ziga turib beradi. Akalar, bir ikkita aqlli odamlarning gapiga kirib men quyonchilik mayda ishlab qoluvdi, to'xtatib qo'ydim. 1 oy, 1,5 oy ana qo'shdi Xudo xolasa. 1 oy, 1,5 oy quyon boqmay qo'ydim. Bo'lmadi, baribir xuddi bu narsasini yo'qotgan odamdek. Buni o'ziga yarasha ko'rinmaydigan, bilinmaydigan o'ziga yarasha foydali tomonlari bor ekan. Insonni, odamning kayfiyatini ko'taradi. Beg'ubor jonivor tez ko'payadi. Pulida barakasi bor. Bu orqali quyonchilar bilan, ishqibozlar bilan muloqot bo'ladi. Zerikmaysiz. Qo'shimcha daromad. Yaxshilab hafsala qilib astoydil shug'ullansangiz, astoydil qo'shimcha daromaddan ham o'tib ketadi asosiy daromadingizga. Xolasa mana yana boshladik. Bir muddat to'xtatdik. To'xtatganimiz qancha endi 1 oy, 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oydan keyin chidamadik, yana boqishni boshladik. Yaxshi quyonlarimiz bor edi, sotib yuborgandik. Lekin mana yana boshladik. Xudo xolasa mana bizda Kalifdan 6 ta ona quyon bor. 6 ta ona quyon Xudo xolasa 1 oyda ichida har kun qochirsak, 30 kunda tug'ib bersa ham yana Xudo xolasa fermamiz to'lib ketadi. Akalar, Kaliforniya quyoni go'sht yo'nalishida. Buni go'shti juda foydali, lekin chiroyli chiqadi go'shtlari ham. Endi bu ona quyonlar ko'paytirish uchun hali ishlamagan. Bitta bunisi onasi, bu qizlari ular. Xudo xolasa mana ko'paytirishni boshladik. Manzilimiz Andijon Qo'rg'ontepada. Bemalol yangi ishqibozlar, qiziqqanlar bemalol Xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar. Quyonni mana ko'paytirishdi, zotlarda fikr almashamiz. Xudo xolasa yana 1 oydan keyin tuqqanda bolalari bilan chiroyli qilib video qilib beramiz-da, Fazlullo. Ular Amerika Kaliforniya quyonlari. Go'sht yo'nalishi bo'yicha adashmasam 2023-yil jahon chempionatida ko'riklarda chempion bo'lgandi go'sht yo'nalishi bo'yicha. Go'shtning foizi ko'proq bo'ladi. 65-70% go'sht qiladi Xudo xolasa. Endi hali go'sht haqida gapirmaylik, u beg'ubor ko'payadigan quyonlar oldida. Xudo xolasa quyonlarimiz. Go'zal, Fazi. Bo'ladimi?